Sizlar hamma yaxshi ko'rib iste'mol qiladigan yupqani hech uyda tayyorlab ko'rdinglarmi? Lavash xamirdan tayyorlagandan ko'ra ancha mazaliroq. Va rostdan aytaman, jiddiy emasman. Hozir xamir tayyorlasanglar, kechgacha ulgurasizlar. Belangan un va tuzli suv bilan o'rta yumshoqlikdagi xamir qoramiz. Yaxshilab mushlaymiz va 20 daqiqa tindirish uchun qoldiramiz. Piyoz, qiyma va cho'rkadan o'tkazilgan sabzi yoki mayda to'ralgan sabzi bo'ladi. Piyoz va go'shtni dimlab pishirib olgach, sabzini qo'shamiz va bir aralashtiramiz. Tuz va ziravorlar bilan 10-15 daqiqa dimlab qo'yamiz. Tayyor xamirni yong'oq zuvalichalarga bo'lib olamiz. Yaxshi yoyilishi uchun zuvalalarni ham 10-15 daqiqa tindiramiz. Yupqa bo'lib yoyilishi uchun kraxmal va unni aralashtiramiz. Xamirlarni yoyib olamiz va eng asosiy ishimiz tayyor. Endi qizib turgan tovaga xamirni qo'yamiz, ustidan qiyma qo'yamiz. Xamirni aylantiramiz va xamir pishguncha bu yoqdan ostiga qiyma joylab, yana xamirni yopamiz. Shu ketma-ketlikda yupqalarni pishirib, yana 5-10 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Ana endi chiroyli qilib yupqalarni o'rab, dasturxonga tortsak bo'ladi. Yoqimli ishtaha, yurechani qizartirib qo'yishni unutmanglar.